deydi. Har kuni ovqat qilaman, ovqat beraman. Ovqat qilaman, ovqat beraman. Va uydagilarda oshqozoni borki, umuman o'ylamaydi. O'zini vazifasi bugun ovqat keladimi, yo'qmi? Bugun och qolmaymanmi, yo'qmi degan narsani o'ylash borki, o'sha oshqozonni vazifasi. Lekin ularni ham men o'ylayman-da. Men ularni jediraman, ichiraman, chichiraman, siydiraman, uyini tozalayman, pastelni yuvaman, kiyimini yuvaman. Ular faqat borki jeb yashab bersa bo'ldi-da. Hamma narsani men qilishim kerak. Yana kim yomon? Mana semiz xotin yomon. Oshxonadagi sassiq xotin yomon. Nima emish? Faqat ustidan moy hidi kelamish. Nima emish? O'zimga qaramaymish. O'zimga qarasam mana ovqatni katta xolam pishirib keladimi, to'g'rimi? Kim qiladi buni ovqatni? Yana nima emish? Men qornimda 9 oy ko'tarib, miyasini o'zimga nastroyka qilib tuqqan bola, ularga yaxshiymi-shu? Uni tuqqan yenasi jomamni. Shu ovqat qilayotganimda xayolimga shu narsalar tumma aylanadi. Men uydagilar o'ylamaydi. Bu xotinning xayolini chiroyli narsalar bilan to'ldiraylik.